Quloq bitib qolsa nima qilish kerak? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi temamiz quloq bitib qolsa nima qilish kerak? Buni sabablari va eng muhimi buni davolash usullari haqida gaplashib o'tamiz. Quloqni bitishining sabablari juda ham ko'p. Birinchisi juda ko'p holatda kuzatiladigan bu quloq chirki. Ya'ni quloq chirki yig'iladi-da, quloqni bitishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, o'sha quloq chirkini quloq tozalagich, ya'ni uxa-chiska bilan kovlab olib tashlayman dedi. O'zi bu xato narsa, chunki quloqni tozalaydigan kovlagich bilan kovlagan vaqtingiz quloq kirini naborot ichkariga itarib, uni preslab, birinchidan travma qilasiz, chiqayotgan quloq kirini ham ichkariga preslab eshishga shuni pasaytirasiz. Ikkinchi sababi oddiy shamollash. Ya'ni bu shamollashda burun bitadi, keyinchalik boshda og'riq bo'lishi mumkin yoki boshingiz xuddi og'ir his qilasiz va keyinchalik bu quloqni bitishiga sabab bo'ladi. Buni oddiy yechimi o'sha shamollashni davolasangiz, burunda har xil spreylardan foydalansa, bu o'zi shamollash ketgandan bu quloqingiz ochilib ketadi. Uchinchi sabablardan biri, masalan, ko'pchilik cho'milgan vaqtda quloqqa suv kiradi. Bu suv kirganda qaytib chiqmaydi. Buni o'zini sabablari bor. Ko'pchiliklarda quloq tashqi eshituv yo'lining anatomik xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Bunda o'sha egriligi juda ham egri bo'ladi va suvning chiqishiga to'sqinlik qiladi. Yoki yuqorida aytib o'tdik, quloq ozgina quloq kiri bo'lsa ham, o'sha suv kirganda quloq kiri shishadi, suv kirishini, suvning qaytib chiqishiga yo'l qo'ymaydi va bu yallig'lanishga sabab bo'ladi. To'rtinchi sabablardan biri quloqni o'zini yallig'lanishi. Ya'ni bunda birinchi o'rinda o'sha quloqda yallig'langandan keyin og'riq paydo bo'ladi. Bu og'riq juda ham kuchli bo'ladi. Bu keyinchalik bu eshitishni pasayishiga ham sabab bo'ladi. Bu yallig'lanish sabablari ham juda ko'p. Masalan, oddiy suv kirgan vaqtda yoki kovlagan vaqtda travma qilishimiz mumkin. Travma qilingandan keyin yerga ikkilamchi infeksiya tushib turib, yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Mana yuqorida o'sha quloqni bitib qolishiga sabablarni ko'rib chiqdik. Yana davolashga keladigan bo'lsak, masalan, quloq chirki bo'ladigan bo'lsa, lor shifokorga murojaat etsangiz, 5 minutda o'sha quloq kirini yuvib tozalab berishadi. Yoki shamollash hisobiga quloqda bitish jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, lor shifokoriga murojaat etsangiz, har xil spreylar yozib beradi. Buning sabablari ko'rsatiladi. Masalan, ko'pincha oddiy shamollashda yustaxi trubadan o'sha quloqqa asorat beradi. Bunda yustaxitni ham davolash taklif qilinadi. Siz hech qachon masalan quloq bitib qolgan vaqtda o'z-o'zingizcha davolash kerak emas. Chunki bu har xil asoratlarga olib kelishi mumkin. Agarda sizda o'sha quloq bitish holati kuzatilayotgan bo'lsa, buni uy sharoitida davolash imkoniyati yo'q. Chunki buni siz sababini bilmaysiz va imkoniyatingiz ham yo'q. O'shaning uchun siz o'zingiz atrofingizda lor shifokorga murojaat etadigan bo'lsangiz, buni sizni dardingizni tezda hal qilib beradi va muammoni tezda yechimini topasiz.